Turkiyaga ketamizmi? Endi xohlasa. Xudo xohlasa, operatsiya bo'lasizmi? Sog'chiroq. To'xtatib qo'ying. Keling. Qarang, bu yerda 80 million pul bor. Mana ko'rsataman. Yozib qo'yaman 80 million. Mana hammasi shu yerda. Bu yerda 80 million. Bu yerda 200 million pul bor. Va mana cheklar bilan sizga o'z qo'lingiz bilan topshiraman. Jami bo'lib hisoblab ko'rdingizmi? 280 million operatsiyangizga pul yig'ildi. Voy jonim menim, jonim. Bo'ldi. O'zimdan qo'rqdim. Uddaladik. Bolalarimga boshlayman. Sizga kattakon rahmat demoqchiman, sababi juda ham ko'p marotaba onajoningiz haqida videolar joyladik va hech qanaqa salbiy kommentariyalar yozmasdan faqatgina samimiy kommentariyalar yozdinglar. Sizlarga kattakon rahmat demoqchiman. Bu puldan tashqari onajonimizga yana $1200 pul tashab ketishga mana, ya'ni bu pul bitta inson tashamagan, kimdirlar $100, 5 million, kimdirlar $50, 1 million so'm tashab, общий summa $1200 yig'ilgan. Hop, dollarga hisoblaganda $24100 yig'imiz, so'mga hisoblaganda 293 million pul yig'dik jami bo'lib. Rahmat. Omonatinglarni topshirdik, xudo xohlasa. Mana eng momentalniy vaziyat mana shu xursandchilik bo'ladi. Mana shu xursandchilik, mana shu duolar uchun biz harakat qilamiz. Sizlarga kattakon rahmat demoqchiman. Boshim yerga tekkuncha sizlarga o'zim minnatdorchiligimni bildirib qolaman va yurakdan qizartirib obuna bo'lishni unutmang.